Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Endirbek. Biz bu videoda shunday flat worldda survival qilishimiz kerak. Bu birinchi qism va men bunda nimalarga erishganimizni hozir ko'rib chiqamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Tayyor mirror ochib olamiz. Mana biz spawn bo'ldik. Men bu mirror ochib bir ikkita narsalar qilib qo'ygandim. Biz hozir bu yerda survival qilishimiz kerak. Atrof flat. Bu yerda yashab qolish qiyin, shuning uchun men bonus chest qo'shdim. Birinchi mana bu fakellar olamiz, chunki fakel kerak. Menda ko'mir yo'q, chunki bu esa men sandig'im. Ichiga lava bilan suv bor, chunki bu yerda tosh yo'q. Men tosh generator qilmoqchiman. Endi bular hammasini o'zimiz bilan olib ketamiz. Yo'l-yo'lakay ovqat to'plab ketamiz. Men bir ikkita narsa qo'shdim degandim. Ya'ni zerikarli bo'lib ketmasligi uchun mana shunaqa bir ikkita tepalilar daraxti bilan molni o'ldirib olaman. Steak to'yimliroq. Daraxt to'plab olmasam, menda daraxt kam. Daraxtni chopib bo'ldim. Shu silizlar toza jonga tegadi. O'ldirsam maydalanib kelaveradi. Endi bunisini tugatdim deganimda bu yoqda ikkinchisi kelyapti. Vaqtim ketkazib buni urishib o'tirmayman, ketdim. Ha, aytgancha menga jun kerak, qo'ydi juni. Hozir kech tushadi, kravat kerak bo'ladi. Bu yerda ayniqsa flat worldda. Yurib oxirgi qo'ydi ham topib oldim. Kravat full bo'ladi desam, tapor sinib qoldi. Iloji yo'q, qo'lda o'ldiramiz endi. Aytgancha Minecraftda ovozi o'chib qolgan, hammadan uzr so'rayman. Videoni olib bo'lib qarasam, Minecraft ovozini 0 qilib qo'ygan ekanman. Bitta kravat yasab uxlaymiz. Xullas, men mana shu yerga baza qurmoqchiman, o'zim bazacham. Mana shular o'ldirib oladi. Hamma narsalarimni tepaga qo'yib qo'ydim, sochilib ketmasin o'lib qolsam deb. Xullas, birinchi narsalarimni olib olaman. Sandiqda qo'yib, keraksiz narsalarni ichiga solib qo'yaman. Shu yerga bitta fakel qo'yib qo'yay. Xullas, men hozir lapata yasab, joy qazib, o'zimga tosh ferma yasamoqchi edim. U video olinmabdi. Xullas, men hozir tosh ferma yasayman, o'sha yasagan tosh fermamni ko'rsataman. Mana shu yasagan tosh fermam shedevr emas-u, tosh olgani bo'laveradi. Menda ko'mir yo'q, shuning uchun men daraxtdan qilaman ko'mirni. Yoqishga qo'yib qo'ydim, yonib bo'lsa tayyor ko'mir bo'ladi. Mana shu ko'chatlarni ham suvni yonrog'iga qo'yib qo'yay. To'rttali ekaman, chunki katta daraxt bo'lsa yana ham yaxshi. Menga hozir ko'proq resurslar kerak, daraxt, tosh, hammasidan ko'proq kerak.
Ozgina tosh qazib olaman. Buni tezlashtirib qo'ydim. Cho'zilib zerikarli bo'lib qolmasligiga. Kech tushdi, uxlashim kerak. Hop, menda bir ikkita narsa bor, o'shani suvni oldiga ferma qilib ekib qo'yaman. Ozgina tosh qazib oldim, narsalarimni toshli asboblar qo'yib olish uchun. Men bu yerda hali juda ko'p rivojlanishmoqchiman. Hamma narsamni toshdan qoldim, endi ishga o'taman. Qornim och qolyapti, go'sht pishirib olishim kerak ozgina. Aytgancha ko'mir ham kerak menga, shuning uchun ozgina ko'mir ham tayyorlab olaman bitta pechda. Ikkinchisida go'sht pishiraman. Suvni oldini joy qilaman narsalarimni ekishga. Menda sabzi va qanaqadir urug'lar bor ekan. Shularni ekib qo'yaman. Narsalarni ekdim, kerak emas narsalarni sandiqqa solib qo'yaman. Mana u kakao ham ekilmas ekan. Go'shtim pishibdi. Endi bunisiga ham go'sht solib qo'yaman. Yog'ochni maydalab olib, buni yoqilg'iga qo'yib qo'yaman. Bu go'sht solib qo'yaman. Hozircha men qornim to'q. Olma bilan bitta grill yetadi. Aytgancha kallamga kelib qoldi. Menda suvi bor ekan. Suvi orqali o'sish kukunini qilsam bo'ladi. U bilan somon urug'ini ham topsam bo'ladi, daraxtni ham o'stirib olsam bo'ladi bu xonada. Bu suveda kukun qilib olaman. Bu suveda kukuni hamma narsani o'stiradi. Mana tayyor o't o'sdi. Bundan men somon urug'ini olaman. Yana siliz kelyapti. Hozir uni o'ldirsam maydalanib jonga tegadi. Yetarlicha bo'ldi, shu yetadi. Endi asosiysi daraxtni o'stirib olishim kerak. Mana daraxtni o'sdi. Yog'ochdan muammo yo'q endi. Bemalol uy qursam ham bo'laveradi. Ularni solib qo'yaman. Keyin o'zimga urug'lar olib, urug'lar tezroq ekib, o'stirib non qilishim kerak. Hayvonlar o'ldirolmayman-ku. Bular ekib qo'yaman, o'sib turadi. Keyin hozir men o'tin chopaman, zerikarli bo'lib qolmasligi uchun qo'shib qo'yib tezlashtirib qo'yaman. Chopib bo'ldim, endi bularni yig'ishtirib olaman. Yana siliz keldi. Mana shu siliz jonga tegdi bor, silizlar. Mana shular bilan urushib o'lib ham qoldim.
Narsalarimni yig'ishtirib olib, slizlarni bitta-bitta terib olmasam yomon jonga tegdi. Bular bilan urushgan joyimni qilib olmasam video cho'zilib ketarkan. Bu slizlardan slime blok qilib kelajakda ishlatsam bo'lar ekan. Men rivojlanib, o'zim uchun redstone mexanizmini uy qurmoqchiman. Uni ham keyinchalik qilaman. Hozir o'zimga oddiy bo'lsa ham bitta uy qurib olishim kerak. Bas bu slizlarni terib oldim. Bu xonada opit ham yig'ilib qolar ekan mana shu slizlarni o'ldirib. Va mana shu daraxt ko'chatlarini ham olaman. Shu daraxt tepasida barglari ham tugabdi. Daraxtlarimni maydalab, mana shu yerdan bitta uy qurmoqchiman. Narsalarim atrofiga birinchi o'rinda mashina olib tashlayman. Xalaqit berib turibdi. Ko'chatlar ko'paygan, bularni ham ekib qo'yamiz. Daraxt ko'payadi, chunki hali daraxt bizga ko'p kerak, yog'ochga ehtiyoj hali ko'p. Bu yerga 3 ta qolibdi, bu yoqda bitta ko'chat ko'raman ekan. Shuni ekib qo'ysam 4 tali bo'ladi. Ozgina tosh kavlashim kerak. Videoning bu joyini kesib yuboraman. Zerikarli. Keyin o'ta ko'p bo'lib qolgan. Toshni kavlab oldim. Tosh ko'p kerak, chunki uyda asosiy cheka qismlarini toshdan qurib, uni yog'och bilan o'rab qo'yaman. Shu yerlardan qursam bo'lsa kerak. Birinchi lapotada bu yerlarni chizib olaman. Uyda ko'rinishini chizib olib, keyin uni o'rab chiqaman. Chizib oldim. Endi tosh bilan ishni boshlasam bo'laveradi. 5 blok tepalikka chiqib o'rayman. Buni ham to'liq qilganimni kesib yuboraman. Cho'zilib ketmasligi uchun. Slizlar ham toza jonga tegdi. Tezroq uyni qurib bitirib olsam bemalol yuraman. Asosiy qismini ham tugatib oldim. Endi buni yog'och bilan to'sib chiqsam bo'ldi. Menda hali shisha yo'q. Menga qum kerak. Shisha qilib uyimga deraza qilaman. Lekin bu yerda qumni qayerdan olaman bilmadim. Atrofini bir qavat bilan o'rab chiqaman hozircha. Bu yerda o'rab chiqqanim cho'zilib ketgani uchun uni kesib yubordim. Uni qilib olib uxlashga ham ulgurganman. Turib qarasam daraxtlarim o'sibdi, tagi monsterlarga jon saqlash joyi bo'lib qo'ygan. Toporim sinib, buni qo'lda o'ldirishga to'g'ri kelyapti. Uyimga monsterlar kirib olayotgani uchun hozircha 2 blokdan qurib turaman pastini. Bu yog'ini uzmasdan qo'shib qo'yib qo'yaman. Eshik ham qo'yib qo'ysam, hozir sal yaxshiroq turadi. Mana shu yerga 2 tali eshikni qo'yib qo'yaman. Tagini tosh qilib.
Yana yo'llar ham qilaman keyinchalik bu yerga. Atrofini oxirigacha qurib qo'yaman, monsterlar kirib olmasligi uchun. Uyim asosiy qismi bitdi. Bu birinchi qism video cho'zilib ketar ekan. Agar ikkinchi qismni chiqishini xohlasanglar 5 ta like bersanglar yetadi. Bu meni birinchi videoyim YouTube'ga joylagan. Agar zerikarli bo'lib qolgan bo'lsa uzr. Keyingi qismga ideya ko'p. Xudo xolasa keyingi qism chiqadi. Bu meni hali birinchi videoyim. Montajni ham zo'r bilmayman hali. Davomini chiqarishga albatta harakat qilaman.